Boshlandimi? Ha? Ha? Boshlanibdi. Siz o'ylashingizdan oldin men bilib bo'ldim boshlanganini. Ha? Men o'ylashimdan oldin sezadigan odatingiz bormi? Topinch xosisiz yaranib men o'ylayapman. Tongdagi yoqimli havomi sanayt, yo ishqdan taralgan navomi sanayt. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana efirda. Bizning kayfiyatimiz a'lo. Aboskini bilmayman. Nimaga mana savol? Qarang, nima uchun a'lo mana? Chunki bugun yana insonlarning kayfiyatini ko'taramiz. To'g'ri lekin bir tarafdan. Keyin sizga bitta savol bermoqchiman, qarang. Mana qiziqda menga. Har bitta inson o'zining mana shirin bir nimadir tashvishi bor, to'g'rimi? Niyati, mana orzusi. Siz mana aynan mana shu oyga, mana shu kundagi orzungiz nima? Nimaga erishmoqchi? Ayta olmayman. Mana xursand qilish. Bir umr sevsam, bir umr sevsam. Yo'q. Savol. Sizga sovg'a? Siz arzimaysiz. Sizga sovg'a berib bo'lmaydi. Tosh bilan uraymi? Qanday qilib qarang, mana siz O'zi sizga sovg'a berayotgan insonlar juda ko'p, xavotirlanmang. Men nima olib bering mana? Hadi, nima olib bering 8-marta? bilmasam. Mashina padarka qilaymi? Yo'q, rahmat. Pulchali. Yo'q, shart emas. Qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar, kayfiyatinglar yaxshimi? Mana shu joyni mana Instagramga qo'yamiz. Men o'zim Reels'imga qo'yaman. 8-martga Farinaga nima sovg'a olib bering mana kommentariyada yozinglar. Eng ko'p like yig'ganimni olib beraman mana, va'da. Faqat qimmatroq narsa yozmanglar. Bo'pti, mayli, biz ko'rsatuvni boshladik. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.